Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Tangritaq to'rining 1-ayning 9-kundagi xabarda deyilishicha 8 yanvar muxbirning atalmış Şinjan Uyg'ur Abnum rayonluq partiya komiteti siyosat tadqiqot ishxonasi islohot ishxonasidan egilgan uchurlar qaraganda atalmış Şinjanning ijtimoiy muqimlik, iqtisodiy taraqqiyot qatorliq muhim sohalarda 148 turni muvaffaqiyatli tamomlab 2023-yil bu rayondagi kishilarning turmushini yaxshilash islohot vazifasi to'liq o'rindilib, 33 islohot sinoq turi ilgari surilib, islohotda ijobiy natijalarni qo'lga keltirganligini bayon qilgan. Xitoy yana 2023-yil atalmış terrorlik qarshi turish va muqimlikni qo'g'dashni qonunlashtirishni ilgari surib, g'arbga chivitish strategiyasining yo'l qo'yilishini cho'nqirlashtirib, zamonaviy sanoat sistemasi qurilishini tezlatib, dehqonchilik va yezi islohoti qurilishini tezlatgan. Energiya va boylik asosi hamda raqamli hukumat qurilishini strategik, ijodchan va yetakchilik qiladigan 6 jihatdagi islohotni tezlatib, atalmış Şinjanning har qaysi sohalardagi islohotning cho'nqur ilgarilashini qo'lga keltirib, islohot echivitishdan zo'r natijalarni qo'lga keltirganligini egallagan. Xitoy atalmış islohot echivitishni yo'l qo'yish orqali 190 davlat va rayon bilan atalmış Şinjan orasida iqtisodiy va savdo hamkorlikni o'rnatgan. Ham bir port, 2 rayon, 5 cho'ng markaz va port iqtisodiy balva qurilishini tezlatgan. Tashqi savdo ko'lami jihatda yangi bo'sishlarni qo'lga keltirgan. Import va eksport o'xshash mezgildagidan 45% oshib, yangi rekord yaratgan. O'rtala Mo'ng'ul Abnum oblasti islohot sanaqidan o'tib, atalmış yo'l porti territoriyalik bevosita o'lnish andisida yangilik yaratib, tamojnadan o'tish haqqini 60% tövəllətib və vaqtini 90% qisqartgan. Yana undan boshqa atalmış Abnum rayonining alohida va afzal sanoat to'pini yetishtirib va taraqqiy qildirib, neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish va pishiqlab ishlash sanoatini kengaytirib, bu rayondagi qazilma boyliqlarni bayqash siyosatini mukammallashtirib, ashliq ishlab chiqarish iqtidorini oshirib, mexanizmni yaxshilab, asosliq paxta ishlab chiqaradigan rayonlarning yetakchi o'rnini davomli mustahkamlagan. Sanoatni bir gavdalashtirish taraqqiyotining kafolat mexanizmini mukammallashtirish orqali mahsulot va tovar yetkazish miqdorini oshirib, islohot taraqqiyotining yuqori pallasiga chiqqanligini bildirishgan. Xitoyning yuqoridagi sonliq ma'lumotlaridan shuni ko'rib olamizki, Xitoy hukumati Sharq Turkistonning rayon afzalligidan va butun boyligidan o'zi xohlagancha foydalanib, qanoatlanarlik mo'l usul ag'anligini e'tirof qilgan. Xitoy xabar to'rining 10 yanvardagi xabarda deyilishicha, Xitoy hukumatining o'g'irlashtirishi bilan 1-ayning 8-kuni Xotan viloyatining Lop noyisida 2024-yillik jurnalistlar va talantli internet cho'lponlarini bayqash, planlash, yozish, surat kelish, yangilik yaratish, xabar va tashviqot muxbirlari uchun maxsus tarbiyalash va mashq faoliyati berilgan. Lop noyilik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, tashviqot bo'limining boshlig'i Bay Shiuchen echilish marosimida so'z qilib, biz cho'qim tafakkurimizni birlikka keltirishimiz, vaziyatni aniq tushunishimiz, xabar mas'uliyati va burch tuyg'usini texnik kuchaytirishimiz kerak. Tashviqot xizmati prinsiplarini puxta egallab, umumiy vaziyatga aloqador yaxshi ijtimoiy tashviqot kayfiyati yaratishga asos solish kerak. Lop noyisi texnik tez va texnik yaxshi taraqqiy qilish kerak. Kuchli jamoat fikri to'plab va o'zining amaliy harakatidan foydalanib, Lop noyisining ijtimoiy muqimlikni qo'g'dash va yuqori sifatli iqtisodiy taraqqiyotni ilgari surishga tegishli to'p qo'shish kerak deganlarni bildirgan. Bu qatimliq tarbiyalash Xitoyning rayonluq universal axborot markazi, Lop noyilik partiya maktabi, Lop noyilik universal axborot markazi, to'r bo'shliq ishxonasi va boshqa o'rinlardagi kasbiy xodimlarning o'rnashtirishi bilan olib berilgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.